Assalomu alaykum qadrli obunachilar. Mana bugun 2026-yil 14-yanvar Vatan himoyachilar kunida asta-sekin olyapti ishlarni, yuklash jarayonlari ketyapti. Ko'rib turganlaringdek bu hozir 10 mingtalik mashinamizga hozir 10 mingta sig'adi. O'zi 7,5 mingta oltiariqdan zakaz bo'ldi. 15 mingta zakaz qilishdi yaqinlik uchun endi. Mana shunda 7,5 mingta olib kirib beryapmiz. Ikkinchi hozir bu birinchi reys bo'ladi. Yana bir reys olib kirib beramiz. İşlarimizda yaqindagi holatlari ko'rib turganlaringdek, ranglari atlasli holatda, razmerlari standart 6-12-25. Vodiyda standart ishlari. Narxlarga keladigan bo'lsak, narxlarni 750 so'mdan, juma kunlari 740 so'mdan qilib qo'yganmiz. Sanoatga oqalanib ketmasligi garantiyalari bor bu ishlarimizda. Sho'rlamaslik darajasi o'ta yuqori bo'lgan. Mana shunday ko'rib turganlaringdek, sap-sariq turpoqlarda tayyor holatga kelyapti turgan pishgan ishlar. Manzilimiz Farg'ona viloyati Bog'dod tumani Navbahor qishlog'ida, yetkazib berish Andijon, Namangan, Farg'ona viloyatlari bo'ylab voha taraflariga telefon qilishlaring, telefon qilsalaring shu yerdan yuklab berib yuborishimiz mumkin. Voha taraflariga, Toshkentlarga dastavkalarimiz yo'q, faqat vodiy bo'ylab eng arzon narxlarda yetkazib beraveramiz.